Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda sizlar bilan Linux environment, shell, variables va alias ni ko'rib chiqamiz. Xo'p, o'zi shell o'zi nima, environment o'zi nima, shularni ko'rib chiqamiz. Environmentda bitta muhit bo'ladi, ya'ni shell orqali ishlaydi. O'zi environment o'zi nima desalar, environment muhit bo'ladi, u shell orqali ishlaydi. Ya'ni shell bu o'sha berilgan buyruqni bajaradi. Shellni ham har xil turlari bor. Z shell, bash, oddiy shell. Endi bizda shellda borligini tekshirish uchun, ya'ni qanaqa shell ishlatayotganimizni tekshirish uchun terminalga o'tib olamiz va ushbu komandani bajaramiz. Bu yerga echo deb yozib, keyin dollar belgisini qo'yib, shell deb yozsak, bizda qaysi shell ishlayotganini chiqarib beradi. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu yerda qaysi shelldan foydalanayotganimizni ko'rsatib turibdi. Mana biz Z shellni ishlatayotgan ekanmiz. Xo'p, endi sizlar bilan variable'larni ko'rib chiqamiz, ya'ni o'zgaruvchilar. Uni har xil turlari bor. Misol uchun o'zi variable'lar, ya'ni o'zgaruvchilar biror bir qiymatni o'zida saqlab turadi, keyin uni ishlatishimiz mumkin har xil tarzda yoki bo'lmasa umumiy tarzda ishlatishimiz mumkin. Mana shunga o'xshab. Mana echo komandasi nima qiladi desanglar, biror bir narsani ekranga chiqaradi. Hozir terminalda echo deb yozib, baha deb yozsam, buni mana ko'rishinglar mumkin, ekranga chiqarib beryapti. Mana buni echo deb yozib qo'sh tirnoq ichida yozamanmi yoki qo'sh tirnoq ichida yozmaymanmi, uni farqi yo'q, ekranga chiqarib beryapti. Mana hozir echo deb yozib, dollar belgisini yozib, kichkina harflarda shell deb yozsam, ko'rishinglar mumkin, ekranga hech narsani chiqarmadi. Nimaga desanglar, chunki mana bu shell degan nomi butun muhitda ishlaydi, ya'ni butun environmentda. Butun bir environment ichida bo'lgani uchun katta harflarda yozish kerak. Shunaqa to'liq tarzda yozish kerak. Buni xohlagan papkaga, xohlagan joyga kirib turib, katta harflarda dollar belgisi shell yozsanglar, ishlayveradi. Endi xuddi shunga o'xshagan variable'larni, ya'ni o'zgaruvchilarni qayerdan ko'rishimiz mumkin desanglar, set komandasi orqali ularni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ko'rishinglar mumkin, turli komandalarda ro'yxatini keltirib o'tgan bu yerda. Hozir sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Mana bu yerda ko'rishinglar mumkin. User Kali, username ham Kali, UID deb qo'ygan 1000 va vendor Debian. Endi qaranglar, hozir shell qayerdaligini sizlarga ko'rsataman. Bir daqiqa, mana ko'rishinglar mumkin bu yerda shell. Biz echo komandasi orqali biz dollar belgisini qo'yib shell deb yozganimizda, ya'ni echo dollar belgisi shell deb yozganimizda mana shunga teng qiymatni chiqarib berdi, mana buni. User bin Z shell. Bu yerda boshqa narsalar ham bor, boshqa komandalar ham bor. Misol uchun pwd. Shular ham saqlanadi bu yerda. pwd ham bilasizlar, xohlagan joyimizga kirib turib pwd deb yozganimizda ishlab ketardi, ya'ni bizni lokatsiyamizni ko'rsatardi. Kelinglar endi shu komandalarni, shelllarni ishlatib ko'ramiz. Bu yerga hozir ko'rgan narsalarni ishlatib ko'ramiz. Mana echo dedimda va dollar belgisi username deb yozdim. Mana ko'rishinglar mumkin, Kali deb chiqarib berdi. Mana endi keyin echo deb turib dollar belgisini qo'yib vendor deb yozganimda ko'rishinglar mumkin, Debian deb chiqarib beryapti. Mana qaranglar, bu yerga echo deb turib dollar belgisi va pwd deb yozsam, mana home Kali deb chiqarib beryapti, ya'ni print working directory da. Bular mana shunday ishlaydi. Xo'p, sizlar bilan bularni ko'rib o'tdik, ya'ni shelllarni ko'rib o'tdik. Endi biz variable'lar, ya'ni o'zgaruvchilarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Endi biz o'zimiz o'zgaruvchi yaratmoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Xo'p, bu yerda biz dasturlashga o'xshab turib o'zgaruvchi yaratamiz. Misol uchun cyberlar dedik va
joy tashab turib, bo'shliq tashab turib barobar va yana bo'shliq tashab 777 deb yozganimda bu yerda ko'rishingiz mumkin. Cyberlar command not found dedi, ya'ni topilmadi dedi. Endi qanaqa to'g'ri yoziladi desanglar, cyberlar deb yozamiz va o'rtada joy tashlamasdan barobar 777 qilib turib enter tugmasini bosamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa xatolik bermadi. Endi bu o'zgaruvchimizni qanaqa chiqarib olamiz, qanaqa ko'ramiz desanglar, echo deb turib dollar belgisini qo'yamiz va cyberlar deb yozganimda mana ko'rishingiz mumkin, 777 qiymatimizni chiqarib beryapti. Mana endi echo deb yozib dollar belgisini qo'ymasdan cyberlar deb yozsak, ko'rishingiz mumkin, bu yerda cyberlar deb ekranga chiqarib beryapti. Ya'ni dollar belgisini qo'ymasak, buni tekst, ya'ni tekst formatida tushunadi. Endi bu yerga echo deb yozib, dollar belgisini qo'yib, katta harflarda cyberlar deb yozsak, bunda ham chiqarib bermaydi. Buni chiqarib bermagan sababi buni shelldagi variable, ya'ni o'zgaruvchi deb biladi, shunga chiqarib bermadi. Katta harfda yozganimizda. Bu variable mana shunaqa ishlaydi. Xo'p, yana bir komandani sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Echo deb yozib, dollar belgisini qo'yib, hist file deymiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, biz history, ya'ni tarix, biz shu paytgacha ishlatgan komandalarimizni chiqarib beradi. Tarixdagi oldin ishlatgan komandalarimiz. Endi bu tarixda oldin ishlatgan komandalarimizni qanaqa ko'ramiz desanglar, cat deb yozamiz. Va mana bu tilda belgisi slash nuqta z, ya'ni z shell pastki chiziqcha history deb yozib enter tugmasini bosamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, biz shu komandalarda ishlatgan ekanmiz. Misol uchun cat, ls, pwd. Biz hozir buni shu sudodan tashqari, ya'ni rootdan tashqari holatdagi qanaqa komandalar ishlatganimizni ko'rib chiqdik. Endi kelinglar sizlar bilan rootda, ya'ni administrator sifatida shu qaysi komandalarda oldin ishlatganimizni ko'rib chiqamiz. Buning uchun nima qilamiz? Bunda ham boya ishlatganimizdek cat hamda tilda slash nuqta ya'ni z shell va underscore pastki chiziqcha history deb yozib oldin ishlatgan komandalarimizni ko'rishimiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin, bu komandada root sifatida ishlatganimda, root sifatida tizimga kirib turib, shu komandalarni ishlatganimizni chiqarib beryapti. Bu umumiy tizimda, kompyuterda ishlatilgan komandalar emas, bu faqat o'sha root huquqini olib turib ishlatgan komandalarni chiqarib berdi bu yerda. Boya ko'rganinglarda root bo'lmasdan turib qanaqa komandalar ishlatganimni chiqarib bergan edi. Bu yerda mana root huquqi bilan administrator sifatida ishlatgan komandalarimni chiqarib beryapti, ikkalasida alohida. Xo'p, sizlar bilan bularni ko'rdik. Endi exit qilib bu yerdan chiqib ketsam ham bo'ladi. Xo'p, endi sizlar bilan keyin ko'rib chiqadigan narsamiz, undan oldin shu narsani bilishinglar kerakki, penetration testing qilayotgan paytda biror bir tizimga kirganingizda, biror bir kompyuterda yoki serverda test qilish jarayonida uning ichiga kirganingizdan keyin u tizim haqida ko'proq ma'lumot yig'ishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz penetration testing davomida o'sha tizim haqida qanchalik ko'p ma'lumot bilsak, shunchalik o'sha tizimni boshqara olamiz. Shuning uchun ma'lumot olish uchun nima qilinadi desanglar, hozir shuni ko'rib chiqamiz. Xo'p, buni bilish uchun bir qancha usullari bor. Kelinglar biz sizlar bilan bittasini ko'rib chiqamiz. Misol uchun cat deb yozib, etc faylning ichida issue bo'limini ochib ber deb turib, shu komandani yozsak, bizga mana ko'rishingiz mumkin, Kali GNU Linux rolling deb chiqarib beryapti. Bu yerda qanaqa operatsion tizim ishlab turganini va versiyalarni chiqarib berdi, ko'rishingiz mumkin. Bundan ham yaxshiroq komanda bor. Hozir ko'rib chiqamiz uni.
uname deb yozsak va enter tugmasini bossak, mana ko'rishinglar mumkin, Linux deb chiqarib beryapti. Xo'p, bu yerda uname deb turib, dash ya'ni chiziqcha v deb yozsam, bu yoqda ko'rishinglar mumkin, Kali'da qaysi versiyadaligini chiqarib beryapti. Bu uname komandasini men orqali to'liq qanaqa vazifa bajarishini ko'rib chiqishinglar mumkin, to'liqroq o'rganish uchun. Endi uname chiziqcha r qiladigan bo'lsam, buni ko'rishinglar mumkin, relizlarini chiqarib beryapti. Mana uname deb turib chiziqcha a ya'ni all komandasini ishlatsam, mana ko'rishinglar mumkin, tizim haqida hamma narsasini chiqarib beryapti. Bu yoqda bitta tepada ko'rib chiqdik-ku, bu yerda hammasini chiqarib berdi. Mana shunaqa qilib biz tizimda qanaqa operatsion tizim nima ishlab turganini ko'rishimiz mumkin. Mana shu sizlar bilan ko'rgan narsalarimiz Linux environmentda edi. Yana bitta sizlar bilan ko'rib o'tishimiz kerak bo'lgan narsa bu alias edi. Ya'ni mana bunaqa yoziladi alias. Hop, alias nima desa, hozir biz ishlatib turganda har kuni yoki ko'p marta biror bir komandani ishlatamiz yoki ishlatishimiz mumkin kun davomida. Ish jarayonida biz bitta komandani ko'p marotaba ishlatishimiz mumkin, qayta. Misol uchun biz ls chiziqcha lah ni ko'p ishlatishimiz mumkin. Misol uchun buni qisqartirish uchun men biror bir qisqaroq komanda yozsam, ls chiziqcha lah komandasi ishlashi kerak bo'ladi. Xo'p, buning uchun nima qilamiz desanglar, hozir birinchi sizlarga buni qanaqa ishlashini tushuntirib beray. Biz ls chiziqcha lah qilganimizda bu ma'lumotlarni chiqarib berayotgan edi. Xo'p, ls deb yozdim va b dedim. Ya'ni qisqartma bu. B deb turib barobar qo'sh tirnoq ichida ls chiziqcha lh qilib qo'sh tirnoqni yopdim va enterda bosdim. Xo'p, mana ko'rishinglar mumkin, men b komandasini yozib turib enter tugmasini bossam, bizda ls chiziqcha lh komandasi avtomatik tarzda ishlab ketyapti. Bu qisqartma b komandasi orqali. Mana bu yerda yuqorida ko'rishinglar mumkin, b harfini rangi ham o'zgargan. Buni buyruq komanda sifatida qabul qilyapti. Hozir biz sizlar bilan ko'rgan narsamiz bu temporary, ya'ni vaqtinchalik saqlab turadi buni, bu komandani. Xo'p, hozir bu yerdan reboot qilib chiqib ketadigan bo'lsam, bu ls da beqib yozganimiz ishlamaydi, chunki bu temporary. Ya'ni vaqtincha saqlanadi. Kelinglar buni ham sinab ko'ramiz. Bu yerda men restart qilaman. Hozir mana restart qildim. Hozir restart qilib, ya'ni tizimni o'chirib yoqqanimizdan keyin yana terminalga kirib turib b deb yozsam, bu ishlamaydi. Ya'ni lsh ishlamaydi bu komanda, chunki bu hozir biz ishlaganimizda temporary, ya'ni vaqtinchalik xotira edi. Vaqtinchalik xotirada saqlangan. Ya'ni xo'p, buni doimiy saqlash uchun nima qilish kerak deyishinglar mumkin. Hozir sizlar bilan o'sha doimiy saqlashni ham ko'rib chiqamiz. Mana hozir ko'rishinglar mumkin, terminalga kirib turib b deb yozdim, lekin bizga lsh komandasini chiqarib bermadi. Lekin lsh qilganimda mana bu komanda ishlab turibdi, ko'rishinglar mumkin. Endi doimiy saqlash uchun cat deb yozamiz va tilda slash nuqta zshrc deb yozamiz. Ya'ni bu komandani bosib enter tugmasini bosamiz. Xo'p, zrc komandasi. Xo'p, zshrc nima desanglar, bu biz doimiy ishlatib turgan, doimiy yozib turgan komandalar. Bu shell ichidagi kodlar, ya'ni fayllar. Bu o'sha butun muhit komandalarni yozganimizda doim ishlab ketadi. Shu butun muhit bu. Mana bu yerda ko'rishinglar mumkin, ls dan ham ishlatilgan ekan, har xil ll ishlatilgan ekan, ls-l da qisqartirib. Xo'p, endi nima qilamiz desanglar, sizlarga nano komandasini ko'rsatmagan edim. Hozir sizlar bilan shuni ko'rib ketamiz. Nano bu text editor. Xavotir olmanglar, nanoni ham keyinchalik to'liq ko'ramiz.
Hozir shunchaki yozib, ishlatib ko'rsanglar bo'ldi. Xo'p, bu yerda pastga tushirib, shu yerda yozsak bo'ladi. Qaranglar, hozir ancha pastga tushiramiz. Yana pastga tushiraman, mana bu yerdan yozsak bo'ladi. Some more LS. Shu yerdan yozamiz. LS deb yozamiz. Misol uchun cyberlar. Bu yoqqa xo'p, LS deb yozib, cyberlar deb barobar qo'yib, qo'sh tirnoq ichida echo deb yozib, dollar belgisini qo'yib, bu yerga shell deb yozdim. Xo'p, endi buni saqlab turib chiqib ketaman. Xo'p, bu yerdan chiqib turib endi yana bir kompyuterga перезагрузка beraveraman, restart beraveraman. Xo'p, bu yerga terminalga kirib olib turib, mana cyberlar deb yozdim. Mana ko'rishinglar mumkin, bu yerda ham rangi o'zgardi. Komanda sifatida qabul qildi va bu yerda user bin setshellni chiqarib berdi. Bunda endi bo'ldi, butunlay saqlab oldi. Endi tizimdan chiqib ketsak ham bu o'chib ketmaydi. Xo'p, kelinglar yana bir narsani ko'rib ketaylik. Sudo qilaman va rootga kirib olaman. Bu yerda cyberlar deb yozdim, lekin bu yerda rootda cyberlar deganda command not found dedi. Ya'ni bu yerda ishlamaydi. Nimaga bu yerda ishlamadi? Biz chunki rootdan tashqarida yozganmiz. Shuning uchun faqat shu rootdan tashqarida mana shu joyda ishlaydi.